Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD 033012 2019 filiali 502 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik 13.0002 ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi riyosatining 2025-yil 5-apreldagi 256-sonli qarorida tasdiqlandi. Kengashga 13.0002 ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya himoyasini o'tkazishga ruxsat etilgan ilmiy kengash tarkibi 15 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Menimcha hamma ilmiy kengash a'zolarini birin-birin o'qib o'tirishni hojati yo'q. Ilmiy kengash majlisida 15 nafar a'zodan 13 nafar, hozircha 13 nafar ishtirok qilmoqda. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar kengash a'zosi qatnashib turibdi. Demak, kvorum bor. Kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Majlisni ochish bo'yicha qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar kutmoqda. E'tirozlar yo'q bo'lsa, rozilar punktida ovoz berishni so'raymiz. Katta rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, ilmiy kengash majlisi ochiq deb e'lon qilinadi. Kun tartibida bitta masala bor. Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi Rajab Nilufar Egambergan ularning 13.0002 ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim-tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi himoyasi qo'yilgan. Ilmiy rahbar Yo'ldoshev Doniyor Tahirovich, biologiya fanlari doktori professor, dissertatsiya Urganch davlat universitetida bajarilgan. Rasmiy opponentlar Yusupov Konusbay Abilovich, biologiya fanlari doktori professor, Olimov Shirinboy Sharofovich, ikkinchi rasmiy opponent, biologiya fanlari doktori professor. Yetakchi tashkilot Samarqand davlat pedagogika instituti. Endi talabgorni shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirib o'tish uchun so'z ilmiy kengash kotibi Otajon Sari Samandarovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Rajab Nilufar Egambergan 1983-yil Xorazm viloyati Shovot tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, ma'lumoti oliy. 2018-2020-yillarda Urganch davlat universitetining magistraturasida boshlang'ich ta'lim ixtisosligi bo'yicha tahsil olgan. 2021-2023-yillarda Urganch davlat universiteti boshlang'ich va maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchi, 2023-yildan hozirgacha Urganch davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi sifatida faoliyat olib bormoqda. Rajab Nilufar Egambergan pedagogika fanlari doktori Yo'ldoshev Doniyor Tahirovich rahbarligida Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusida ilmiy ishini yozib tugallagan. Rajab Nilufar Egambergan ularning dissertatsiya mavzusi Urganch davlat universiteti ilmiy kengash tomonidan tasdiqlangan 2022-yil 3-noyabr 3-sonli bayonnoma hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida 2023 bir PhD drop 4534 raqam bilan ro'yxatga olingan. Ish Urganch davlat universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasi yig'ilishida dastlabki ekspert muhokamasidan o'tgan va tugallangan ish sifatida Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD 03/30/12/2019 fil 5502 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash asosidagi ilmiy seminarga muhokama uchun tavsiya etilgan. Dissertant Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi PhD 03/30/12/2019 fil 5502 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminardan 2025-yil 17-mayda o'tgan va uning dissertatsiyasi tugallangan ish sifatida
Aburayxon Berun nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi 5.03.12.2019 fil 55.02 raqamli ilmiy kengash asosida tuzilgan bir martalik 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha ilmiy kengashga tavsiya etilgan. Rajabxon Nilufar Egamberganova chet tili ingliz tili fanidan 76 ball hamda pedagogika nazariyasi va tarixi fanidan 87 ball, o'zbek tili fanidan 82 ball, pedagogika texnologiya va pedagogik mahorat fanidan 80 ball, 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha mutaxassislik fanidan 74 ball, malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan. Rajabxon Nilufar Egamberganova shu kungacha 16 ta ilmiy nashrni amalga oshirgan. Shundan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari, asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 9 ta, 7 ta respublika, 2 ta xorijiy ilmiy jurnallarda maqola chop etilgan. Tadqiqot natijalari 7 ta, jumladan 3 ta respublika va 4 ta xalqaro ilmiy amaliy anjumanlardan muhokamadan o'tkazilgan. Rajabxon Nilufar Egamberganova yig'ma jildida talab etilgan barcha hujjatlar mavjud bo'lib, uning shaxsiy hujjatlari va attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar va ilmiy unvonlar berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga to'liq javob beradi. Rahmat, hurmatli kengash a'zolari, mana dissertant haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Savollar bormi? Ilmiy kotibga yoki dissertantning o'ziga? Rahmat, bu savollar yo'q bo'lsa, endi dissertatsiyaning asosiy mazmuni erishilgan natijalarni bayon qilish uchun so'z dissertant Rajabxon Nilufar Egamberganovaga beriladi. Ma'ruza qilish uchun 15-20 daqiqa vaqt ajratiladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais va ilmiy kengash a'zolari. Tadqiqot ishimizning mavzusi xorijiy muhosib ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi deb nomlanadi. Ilmiy rahbarim filologiya fanlari doktori professor Doniyor Tahliliy Yo'ldoshev. Mavzuning dolzarbligi va zarurati. Jahonda til o'rganish jarayonida lingva kommunikasiyonsizlik va madaniyatshunoslikka doir o'quv materiallaridan maqsadli va maqbul foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Butun jahon turizm axloq kodeksida diniy sog'liqni saqlash, madaniy va tillar almashinuvi maqsadlariga qaratilgan sayohat turizmining rag'batlantirilishi lozimligining qat'iy belgilab qo'yilishi, til ta'limi jarayonida din va madaniy va mamlakatshunoslikka doir o'quv materiallaridan maqsadli foydalanish zaruratini taqozo etadi. Mamlakatimizda o'zbek tilining ijtimoiy hayot va xalqaro miqyosdagi nufuzini yanada oshirish, ona tili ta'limini takomillashtirish, o'quvchi yoshlarda milliy hamda umuminsoniy an'ana qadriyatlarga sadoqat, ajdodlarimizning boy tarixiy madaniy merosiga hurmat hissini tarbiyalash, jamiyatda davlat tiliga hurmat va muhabbat muhitini qaror toptirish, ta'lim tashkilotlarida davlat tilini o'qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning fan va ilm-fan sifatidagi nufuzini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'zbek tilini o'qitish jarayonida ziyoratgoh nomlaridan foydalanishning metodik xususiyatlarini aniqlashtirish, xorijiy muhosib ziyoratgohlar nomlaridan foydalanish orqali til ta'limi jarayonida kommunikativ etnografik yondashuvni joriy etish metodikasini takomillashtirishni taqozo etadi. Respublikamizda bu borada ko'pgina olimlar ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Olimlarning tadqiqotlaridan farqli ravishda tadqiqotimizning quyidagicha yangiliklariga erishdik. Ziyoratgoh nomlarining tarixiy lingvistik ahamiyati ajdodlar tomonidan to'plangan tillar va madaniy tajribani uzatishda namoyon bo'ladigan tilning akkumulyativ funksiyasi va axborot olish manbai sifatida leksikaning dominant kasbga egaligini dalillash orqali asoslangan. Ziyoratgoh nomlarining lingvistik imkoniyatlari o'zbek tilining tarix fani bilan gorizontal va vertikal integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladigan lingva madaniy konseptual yondashuvning konsept realiya triadasiga asoslangan o'qitish modelining empirik samaradorligi qat'iy belgilash orqali aniqlashtirilgan. Ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanishning tushunchalar tahlili, bilim tanishuv, bilim ko'rga, bilim ko'nikma va malaka, bilim transformatsiya bosqichlari, konseptual va narrativ o'qitish texnologiyalarining kasbiy imkoniyatlarini bo'yintirish dinamikasiga ustuvorlik berish orqali aniqlashtirilgan. Ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanishning mamlakatshunoslikning analitik, xronologik
formal mantiqiy, madaniy va din va madaniyatshunoslikning analitik situativ texnikalari, til va madaniyat ta'limiga muvofiq struktur kontent adaptivligining produktiv darajasini boyitish orqali takomillashtirilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi ziyoratgoh nomlari va ularning pedagogik ahamiyatining nazariy asoslari deb nomlanib, uning birinchi paragrafi onomastikaning pedagogik jihatdan o'rganilishi, nazariy yondashuvlar haqida so'z boradi. Bir nechta olimlarning pedagogik jihatlari haqida chuqur ilmiy nazariyalarga, ilmiy pedagogik fikrlariga asoslangan holda onomastikaning pedagogik jihatdan quyidagi sxemalarini shakllantirdik. Bu sxemamizda onomastikaning 4 ta jihatlari ochib berilgan: kognitiv jihatlari, madaniy jihatlari, metodologik jihatlari, amaliy jihatlari. Birinchi bobning ikkinchi faslida ziyoratgohlar va ularning nomlari madaniy diniy kontekst deb nomlanib, unda ziyoratgoh nomlanishiga ta'sir qiluvchi omillar va ularning asoslari to'g'risida ma'lumot berilgan. Ziyoratgoh nomlarining semantik tuzilishi ko'p qatlamli va murakkab strukturaga ega. Bu nomlarda diniy terminlar, geografik belgilar, shaxsiy nomlar va sifat bildiruvchi so'zlar bir-biri bilan o'ziga xos kombinatsiyalarni hosil qiladi. Nomlarning tuzilishida arab, fors, mahalliy tillarning ta'siri yaqqol seziladi. Bu esa madaniy kontaktlar va til o'zaro ta'sirining natijasidir. Ziyoratgohlarning nomlanishiga quyidagi omillar ta'sir qiladi. Ijtimoiy omillarning ta'siri, diniy terminologiyaning ta'siri, mazhab va tariqat ta'siri, gender jihatdan nomlanish, kasb hunarmandchilik nomlarining ta'siri, tarixiy voqealar, shaxslar bilan bog'liq nomlanish, folklor an'analarining ta'siri. Pedagogik jarayonda milliy meros elementlaridan foydalanish tamoyillari deb nomlangan birinchi bobning 3-fasli ta'lim-tarbiya jarayonida ziyoratgoh nomlaridan foydalanish tamoyillari takomillashtirilgan. Takomillashtirilgan tamoyillarimiz quyidagilardan iborat: ilmiylik tamoyili, yosh xususiyatlari tamoyili, uzluksizlik va tizimlilik tamoyili, milliy umuminsoniy uyg'unlik tamoyili, faollik va mustaqillik tamoyili, integrativ yondashuv tamoyili, differensiatsiyalangan ta'lim tamoyili, amaliyotga yo'nalganlik tamoyili, texnologik integratsiya tamoyili. Har bir tamoyilimizning o'z vazifasi, tarifi, asosiy maqsadi va qo'llanish sohasi asoslangan va ilmiy tajribalar bilan keltirib o'tilgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi Xorazm muxolif ziyoratgoh nomlarining ta'limiy tarbiyaviy imkoniyatlarini takomillashtirish metodikasi deb nomlangan. Bobimizning birinchi fasli zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ziyoratgoh nomlari orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish maqsadida biz bir nechta ilmiy nazariyalarni ko'rib chiqdik. Uning kompleks tartibda foydalanish samaradorligini anglagan holda Tomsonning differensiatsiyalangan ta'lim nazariyasini tatbiq qilishni joiz deb bildik. Differensiatsiyalangan ta'lim nazariyasi har bir talabaning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va o'rganish uslubini hisobga olishni talab qiladi. Ziyoratgoh nomlari bilan ishlashda bu yondashuv ayniqsa muhim, chunki talabalarning madaniy tajribasi, bilish darajasi va qiziqishi har xil bo'ladi. Ba'zi talabalar tarixiy jihatdan qiziqsa, boshqalari lingvistik tahlilga moyil bo'lishi mumkin. Metodikani takomillashtirishda har bir talaba uchun individual o'rganish yo'llari yaratish va turli qiyinchiliklar darajasini topshiriqlarni taklif etish muhim ahamiyat kasb etadi. Tomsonning nazariyasiga ko'ra, differensiatsiya 4 asosiy yo'nalishda amalga oshiriladi. Kontent bo'yicha differensiatsiya, ya'ni o'quvchining, ya'ni talabaning bilim darajasidan kelib chiqqan holda unga topshiriq beriladi. Jarayon bo'yicha differensiatsiya, bunda jarayon bo'yicha differensiatsiya degani ta'lim olayotgan talabaning o'rganish obyekti haqida bilish darajasini aniqlab olganimizdan keyin uni shu aniqlagan narsalarni qanday holatda bizga taqdim qilishi asosga olingan. Mahsulot bo'yicha differensiatsiya to'plagan ma'lumotlarini u audio yoki yozma manba sifatida yoki bo'lmasa video manbalar sifatida bizga taqdim qilishadi. Ta'lim muhiti bo'yicha differensiatsiya bu o'qituvchiga bog'liq jarayon bo'lib, unda har bir talabaning ijtimoiy kelib chiqishi yoki bo'lmasa millati va jismonan
holatlarga e'tiborga olinib, ta'lim jarayoni tashkil qiladi. Kimdir qulay uslubda ta'lim olishni xohlaydi, kimdir farqi yo'q. Men kompyuterda onlayn tarzda ham ta'lim olish mumkin degan har xil talablar bo'lishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda bu bo'yicha differensiatsiya eng muhim konditlardan hisoblanadi. İkinci blokning ikinci fasli voqea ziyoratgoh nomlarining o'quv jarayonidagi pedagogik imkoniyatlari deb nomlanib, ushbu faslda fanlararo aloqalar nuqtai nazaridan ziyoratgoh nomlari universal ta'lim vositasi ekanligi haqida so'z boradi. Ya'ni tarix fanida bu nomlar orqali davr xususiyatlari, shaxs faoliyati, ijtimoiy jarayonlar o'rganiladi. Geografiya fanida joylashuv, relief, iqlim, ta'sir tahlili tahlil qilinadi. Tilshunoslikda etimologiya, fonetik o'zgarishlar va semantik rivojlanish kuzatiladi. Madaniyatshunoslikda an'analar, o'rganish, folklor tadqiqi, san'at asarlari, marosim va urf-odatlar o'rganiladi. Tarbiyaviy jihatdan ziyoratgoh nomlari ko'p yo'nalishli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni vatanparvarlik tarbiyasida mahalliy tarix va madaniyat qadrlash tuyg'usi rivojlantiriladi. Ma'naviy tarbiyada axloqiy qadriyatlar va diniy tolerantlik shakllantiriladi. Estetik tarbiyada tarixiy arxitektura va san'atga qiziqishni uyg'otadi. Ijtimoiy tarbiyada turli xalqlar va madaniyatlarga hurmat ko'rsatishni o'rgatadi. Rivojlantirish jihatdan ziyoratgoh nomlari quyidagicha ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy fikrlashni rivojlantirish, estetiklikni rivojlantirish, tadqiqiy tahlil qobiliyatini oshirish, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish. Biz buni sxematik tarzda jamlangan holda ko'rsatib o'tganmiz. Tadqiqot ishimizning ikinchi bobining 3-fasli Xorazm va Fosiz ziyoratgoh nomlarining ta'limiy tarbiyaviy imkoniyatlarini rivojlantirish modeli deb nomlangan. Ushbu faslda ziyoratgoh nomlarining lingvodidaktik imkoniyatlari, o'zbek tilini tarix fani bilan gorizontal va vertikal integratsiyasini ta'minlashga xizmat qiladigan lingvo-madaniy konseptual yondashuvning konsept realiya mifologiya materialasiga asoslangan o'qitish metodi takomillashtirilgan. Ya'ni modelimiz ishlab chiqilgan. Modelimiz 4 ta blokni o'z ichiga oladi. Birinchi blokimiz maqsadli blok. Ushbu blok modelning asosiy yo'nalishlarini belgilaydi va quyidagi maqsadlarni o'z ichiga oladi. Asosiy maqsad Xorazm vohasidagi ziyoratgoh nomlaridan mujassamlangan ma'naviy axloqiy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazish orqali milliy o'zlikni anglash va ma'naviy tarbiyani rivojlantirish. Qo'shimcha maqsadlar sifatida ziyoratgohlar nomlarining etimologik tahlili orqali tarixiy ongni shakllantirish, mahalliy tarix va madaniyatga hurmatni oshirish, an'anaviy qadriyatlarni zamonaviy ta'lim tizimiga integratsiya qilish vazifalari belgilangan. Ikkinchi, ya'ni mazmunli blokimizda mazmunli blok ziyoratgoh nomlarining ta'limiy potensialini ochib beruvchi komponentlarni o'z ichiga olgan. Bu yerda mazmunli blokimizda asosiy komponentlar fanlar ismi qaratilgan tarixiy madaniy komponent, lingvistik komponent, ma'naviy axloqiy komponent. Tarixiy madaniy komponent Xorazm vohasidagi ziyoratgohlar shakllanish tarixi, ularga nom berish an'analari, tarixiy shaxslar bilan bog'liq voqealar o'rganiladi. Lingvistik komponentda nomlarning til xususiyatlari, arab, fors va turkiy tillarida olingan so'zlarning ma'nolari hamda mahalliy dialektlardagi o'ziga xosliklar tahlil qilinadi. Ma'naviy axloqiy komponentda esa ziyoratgoh nomlari orqali ifodalanadigan islomiy qadriyatlar, axloqiy fazilatlar, ma'naviy merosni o'rganishga qaratiladi. Keyingi blokimiz jarayonli blok. Jarayonli blok modelni amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini belgilaydi. Ta'lim muassasalarida integratsiya jarayoni, dars mashg'ulotlariga ziyoratgohlar haqidagi ma'lumotlarni kiritish, maxsus kurslar va to'garaklar tashkil etish hamda virtual ekskursiyalar uyushtirish o'z ichiga oladi. Hamkorlik mexanizmlari, mahalliy tarixchilar, din arboblari hamda xodimlar bilan aloqalar o'rnatish, o'quvchilar va tadqiqotchilar bilan ishlashni nazarda tutadi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, multimedia resurslarini yaratish, mobil ilovalar ishlab chiqish va onlayn platformalar orqali ma'lumotlar tarqatishni ko'zda tutadi. Aynan shu blokimizni tajriba sinov ishlariga tadbiq qilganmiz. 4-blokimiz baholovchi blok. Baholovchi blok modelning samaradorligini aniqlash va takomillashtirish yo'llarini ishlab chiqilgan. Monitoring tizimi o'quvchilarning bilim darajasini muntazam tekshirish, ma'naviy axloqiy ko'rsatkichlarni kuzatish va ijtimoiy so'rovlar o'tkazishni o'z ichiga oladi. Natijalarni tahlil qilish jarayonida
miqdoriy va sifatli ko'rsatkichlar baholanadi. Modelning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Kuzatish mexanizmlari orqali model komponentlarini takomillashtirish, yangi metodlar qo'llash va tajribalarni umumlashtirish amalga oshiriladi. Natijada Xorazm sohasining boy ma'naviy merosini zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali integratsiya qilish imkonini beradigan yosh avlodning milliy ko'zlikni mustahkamlashga xizmat qiladigan ish jarayoni hosil bo'ladi. Dissertatsiyaning 3-bobi bahos yaratgan nomlarini o'qitish metodikasini takomillashtirish samaradorligi deb nomlangan bo'lib, u o'z ichiga bahos yaratgan nomlardan ta'lim va tarbiya vositasida foydalanish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tajriba sinov ishlari paragrafini va pedagogik tajriba sinov ishlarining matematik statistik tahlillerini oladi. Tajriba sinov ishlarimiz 3 maydonda o'tkazilgan: Farg'ona davlat universiteti, Navoiy davlat universiteti, Urganch davlat universiteti. Tajriba sinovimiz qatnashgan tajriba sinov guruhida 159 nafar talaba qatnashgan. Nazorat guruhimizda 160 nafar talaba qatnashgan. Jami respondentlar 119 nafar tashkil qildi. Tajriba sinov ishlarimiz 3 bosqichda olib borildi: diagnostik bosqich, formativ bosqich, yakuniy bosqich. Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, aniqlashtiruvchi bosqichda o'rtacha o'zlashtirish 70% tashkil qilgan, shakllantiruvchi bosqichda o'rtacha o'zlashtirish 5% ga ko'tarilgan, umumlashtiruvchi bosqichda 10% oshgan. Dastlabki diagnostik bosqichning maqsadi talabalar ongida Xorazm vohasida yaratgan nomlari, ularning tarixiy, estetik, ma'naviy tarbiyasi mazmuni, shuningdek milliy o'zlikni anglash, qadriyatlarga munosabat kabi yo'nalishlarda mavjud bilim va tasavvurlarni aniqlashdan iborat bo'ldi. Bu maqsadda boshlang'ich bilimlarni aniqlovchi testlar, ma'naviy qadriyatlar va tarixiy xotiraga doir so'rovnomalar, shuningdek Likert shkalasi asosida tarbiyaviy kompetensiyalarni baholovchi diagnostik vositalar qo'llandi. Talabalarning mavzu bo'yicha tayanch tasavvurlarini aniqlash uchun intervyu va suhbatlar o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlil metodi orqali qayta ishlab, tajriba va nazorat guruhlarini shakllantirish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich diagnostika bazasi yaratildi. Tajriba sinov ishlarining ikkinchi bosqichida formativ bosqich hisoblanib, ziyoratgoh nomlarining semantik mazmuni, tarixiy izlari, xalq oldidagi ijodiyotdagi o'rni va eng muhimi ularning tarbiyaviy salohiyatini o'quv jarayoniga tatbiq etuvchi maxsus metodikani amaliyotga joriy etishga qaratildi. Mazkur bosqichda talabalarda insonparvarlik, e'tiqodiy bag'rikenglik, milliy o'zlikni anglash, shaxsiy mas'uliyat, vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik modul ishlab chiqildi va amalda sinovdan o'tkazildi. Tajriba sinovining 3-yakuniy bosqichi metodikaning samaradorligini nazorat guruhlari bilan taqqoslash asosida baholashga qaratildi. Bu jarayonda boshlang'ich diagnostik vositalar qayta qo'llanilib, tajriba va nazorat guruhlari natijalari o'zaro taqqoslandi. O'zgarishlar dinamikasi, student testi, korreksiyalari, ko'rsatkichlari va foiz tahlillari yordamida qayta ishlab, talabalarda tarbiyaviy yo'nalishlar bo'yicha kuzatilgan sifat o'zgarishlari aniqlanib borildi. Yakuniy bosqich natijalari diagramma, jadval va grafiklar orqali tasvirlab berilgan. Dissertatsiya ishimizni yakunlash natijasida keltirilgan xulosalarimiz 11 banddan iborat bo'lib, dissertatsiya va haftaliklarda keltirib o'tilgan. Rahmat. Mana hurmatli kengash a'zolari, dissertatsiyani qisqacha mazmun mohiyati bilan tanishdik. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Marhamat. Rahmat. Hurmatli dissertant, 2-bobning 1-paragrafida Tomlinsonning differensiatsiyalashgan texnologiyasi haqida gapirib o'tirdingiz. Ushbu differensiatsiyalashgan nazariyaning afzallik tomonlari nimada? Ma'nosini kengroq tushuntirsangiz va Tomlinson nazariyasiga kengroq to'xtalsangiz. Rahmat. Savolingiz uchun differensiatsiyalangan ta'lim nazariyasining oldin qaraydigan bo'lsak, differensiatsiya so'zi izohlaydigan bo'lsak, u guruhlash,
talabalarni imkoniyatlardan kelib chiqqan holda tasniflashga qaraymiz. Ta'lim jihatdan uning afzallik tomonlari o'qituvchi ish yuritishdan oldin reja tuzib olishi kerak. Qanday talabalarni o'qitaman va ularni qanday tasniflar bo'yicha guruhlarga bo'laman. Ya'ni aytib o'tganimizdek, kimdir tarixiy yo'nalishdan borishni qiziqadi, kimdir til nuqtai nazaridan borishni qiziqadi, kimdir ziyoratgohlarga chizilgan san'at asarlari yoki bo'lmasa arab tilida bitilgan husniyat nimalariga qiziqadi. O'sha jarayonni aniqlab olish uchun birinchi so'rovnoma o'tkaziladi. So'rovnomada so'rovnomani keltirib o'tganmiz. Ishning ichida so'rovnomada talabalar o'zi qiziqqan sohani belgilaydi va berilgan savollar o'sha sohaga qiziqishini isbotlab beradi so'rovnoma. Bu differensiyatsiyalangan ta'lim nazariyasi hozirda chet el mamlakatlaridan Germaniya, AQSh, Singapur mamlakatlarida qo'llab turibdilar, tatbiq qilib. Biz uni kiritishdan maqsadimiz, bizda umumiy topshiriq beriladi, bitta yo'nalish beriladi. Masalan, ma'lumot to'plab keling yoki bo'lmasa matn olib keling deydi. Men uchun matn qiziqarsiz bo'lishi mumkin, kimdir video tayyorlashga qiziqishi mumkin. Ana shunday yo'nalishlarda biz talabalarni o'zi qiziqqan sohaga yo'naltirish uchun uni afzallik tomonlari ko'zga ko'rinadi. Misollar bilan ishning ichida uni asoslab ketganmiz. Rahmat. Javob ma'qul. Ma'qul, rahmat. Yana kimda qanday savollar bor? Marhamat, savollar bormi? Zoom orqali ishtirok etayotgan kengashimiz a'zolari. Infraga bergandim. Siz Xorazm vohasi ziyoratgohlar statistika asosidan kelib chiqib, qancha ziyoratgoh nomini aniqladingiz? Va ularni guruhlashtirdingizmi? 227 ta ziyoratgohni umumiy to'laqonli ma'lumotini egallashga sazovor bo'ldik va ularni biz faqat nomlanish omillari bo'yicha guruhlashtirdik. Bu nomlanish omillari bo'yicha guruhlashtirganimizda shaxs nomlari bilan bog'liq nomlar yuqori foizda ko'rsatkich berdi. Chunki bizni nomlanish omillarimizni barchasi shaxs nomlari bilan bog'liq. Unga masalan diniy va mazhab ta'siri desak yoki bo'lmasa folklor ta'siri desak ham bu yerda baribir shaxs turadi. Masalan, hayvonlar nomlarining ta'siri degan ziyoratgohlar omili bor. O'sha yerda ham bo'ri bobo deb qo'yadigan bo'lsak ham baribir shaxs turibdi. Shaxs nomlari bilan bog'liq ziyoratgohlar 45% ni egalladi. 100% dan. Rahmat. Yana kimda qanday savollar bor? Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Men dissertatsiyaning mazmun mohiyatidan kelib chiqqan holda menda savol bor. Birinchi savolni tadqiqotchi yozib qo'ysangiz. Tadqiqotning birinchi bobida, ya'ni ziyoratgohlarning nomlanishiga ta'sir etuvchi omillar haqida ham so'z yuritgansiz. Aynan ziyoratgohlarning nomlanishi borasidagi eng katta omillar qaysilar deb hisoblaysiz? Eshitildimi? Rahmat ustoz, eshitilyapti. İkinci savolim, bugungi kunda O'zbekiston hududidagi ziyoratgohlarning nomlanishi va ularning tarifi bo'yicha qanday ishlar qilingan va ularning farqli jihatlari nima ishingizda? Ularning ishida farqli jihatlari nimalardan iborat? Rahmat, e'tiboringiz uchun. Oldindan Rahmat. Ustozning birinchi savoliga keladigan bo'lsak, ya'ni ta'sir qiluvchi omillarning eng katta qismini qaysi omillar tashkil qiladi dedi. Biroz sizning savolingizga yaqinroq, lekin farqi bor. Diniy terminologiya va mazhab omillari katta foizni tashkil qiladi. Diniy terminologiya aynan mazhab bo'yicha keladi. Biz bu yerda misol qilishimiz mumkin. Mazhab va tariqat omillari bo'lib, Hanafiy mazhabiga mansub ulamo qabrlarida ko'pincha imom, shayx, faqih kabi unvonlar qo'llaniladi. Sofiy tariqatiga tegishli ziyoratgohlarda esa pir, eshon, ota, avliyo kabi atamalar shaxs nomi bilan birgalikda ishlatiladi. Bu ko'rsatkich yuqori foizlarni belgilab bergan. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, ustozni, ya'ni sizning qilgan tadqiqot ishlaringizni respublikada olib borilgan boshqa tadqiqotlardan farqli deb nima qilingan?
tadqiqotimizni yoritish jarayonida tarixiy va tilshunoslikka bog'liq bir nechta tadqiqotlarni ko'rib chiqishga ulgurdik. Buni ichida masalan Abdulla Xatib bilan Abidvaniki tarixiy yo'nalishdan bo'lsa, Mavlonovniki til nuqtai nazaridan. Bizlarni ishimizni farqi, bizni ishimiz pedagogik jihatdan uni o'qitish metodikasi yoritib berilgan. Abituvani ishidagi ziyorat giyohlar bilan sizni ishingizdagi ziyorat giyohlar sonda boshqa jihatlarda farqi bormi? Yo'nalishda Abituvani ishini siz ishni o'rganish qismida berib qo'yibsiz. Bu murojaat qilaverasiz. Xo'p, sonda Ustoz rahmat savolingiz uchun. Abituvani ichida etnografik jihatdan yondashilganligi uchun hozirda yo'qolib ketgan ziyoratgohlar ham ochilgan. Bizda pedagogik jihatdan real talabalarga ko'rsatish maqsadida sal uni ishidan kamroq. Bizda 227 ta bo'lsa, ustozning ishlarida kattaroq qiymat ko'rsatilgan. rahmat. Yana kimda qanday savollar bor? Rahmat. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va ilmiy kengash a'zolari. Bugungi dissertantimizning mavzulari o'ziga xos mavzu ekan. Menda ham bitta savol tug'ildi hozir. Savolimiz quyidagicha: pedagogik jarayonlarda ziyoratgoh nomlari ta'lim-tarbiya manbai sifatida aynan qaysi yo'nalishlarda amaliy ko'nikmalarni hosil qildi yoki hosil qilgan? Rahmat ustoz savolingiz uchun. Amaliy manba sifatida qaraydigan bo'lsak, aynan tarix, geografiya va o'lkashunoslik fanlarida amaliy ko'nikmalarni shakllantirish manbai sifatida kiritganmiz. Chunki o'lkashunoslik fanida biror bir obyektni o'rganish jarayonida talabalar u yerda tajriba o'tkazadi, o'z ko'zi bilan ko'radi. Yoki bo'lmasa tilshunoslik nuqtai nazaridan manba sifatida qaraydigan bo'lsak, bu yerda masalan Pahlavi Mahmud haqida maqola yozish topshirig'i berilgan bo'lsa, aynan amaliy tarzda ma'lumotlarni to'plab, maqola yozish ko'nikmasi shakllantiriladi. Yoki bo'lmasa geografiya nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, amaliy ko'nikmalardan ziyoratgohlarning joylashuvi, relyefi, iqlim ta'sirlari amaliy tarzda o'rganiladi. Bu amaliy ko'nikmalarga misol bo'la oladi. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, yana kimda qanday savollar bor? Yetarlimi? Boshqa savollar yo'qmi? Rahmat. Bo'lmasa savol-javob qismini tugatsak bo'ladi. Demak, kengashimiz a'zosi sifatida talabgorning ilmiy rahbari, filologiya fanlari doktori Yo'ldosh Doniyor Tahirovich ishtirok etyapti. Marhamat, nomini so'z sizga. Hurmatli raisman, yozma ravishda xulosa berganman. Foydalansin. Faqat bugungi ilmiy kengashda qatnashtirgan va savol bilan murojaat qilib turgan ustozlarimga rahmat aytaman. Faolliklar uchun. Rahmat. Bu yerda o'rnatilgan tartibda ilmiy rahbar xulosasi bor, tegishli ravishda tasdiqlangan. Bo'lmasa keyingi jarayonlarga o'tsak, endi dissertatsiya bajarilgan, aprobatsiyadan o'tgan ilmiy muassasalar, yetakchi tashkilotning xulosasi, dissertatsiya tayyorlayotgan kelgan tashqi takliflarni qisqacha mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tish uchun so'zni ilmiy kengash kotibi Otajon Sarvar Simantarovga beramiz. Marhamat. Rajab bergan 13.002 ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot Samarqand davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrasining navbatdan tashkil etilish bayonnomasidan tashkil taklif berilgan 2025-yil 2-noyabrdagi yig'ilish bayonnomasi. Tashkil taklif bayonnomasida Rajab bergan 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi o'zbek tili ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi muhokamasidan so'ng quyidagicha yakuniy fikr bildirilgan. Birinchi, Rajab bergan Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi mazmunan va yo'nalish jihatdan 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi
o'zbek tili ixtisosligidan mos kelishi e'tirof etilsin. Ikkinchi dissertatsiya yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hamda O'zbekiston Respublikasi Apellyatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalariga qo'yiladigan talablarga javob beradi deb hisoblansin. Uchinchi avtoritet hamda ilmiy metodik jurnallarda chop etilgan ilmiy ishlarda dissertatsiyaning asosiy mazmuni o'z ifodasini topganligi ko'rsatib o'tilsin. To'rtinchi tadqiqotchi Rajabov Nilufar Egamberganovaning dissertatsiyasi 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha bajarilgan. Yetakchi tashkilot haqida quyidagi fikr mulohaza va takliflar berib o'tilgan. Birinchi, ilmiy manbalar ro'yxati, vositalar yangiligi va turli manbalarni qamrab olish jihatidan boyitilishi mumkin. Bu dissertatsiyaning ilmiy asosini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Ikkinchi, ba'zi bo'limlarda fikrlar takrorlanadi va matnni ixchamlashtirish imkoniyati mavjud. Uchinchi, tarbiyaviy potensial va ma'naviy ma'rifiy ta'sir kabi tushunchalar ilmiy talqin jihatdan yana chuqurlashtirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi deyilgan. Yetakchi tashkilot tashqi taqdizdan tashqari Rajabov Nilufar Egamberganovaning dissertatsiyasi va avtoritaratiga bir qator chet el va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari olimlaridan ijobiy taqrizlar olingan. Jumladan, birinchi, Abay nomidagi Qozoq Milliy pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya kafedrasi professori Jundubayeva imzosi bilan. Ikkinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York shtati Binghamton universiteti professori Rosmari Moravechi imzosi bilan. Uchinchi, Buxoro davlat pedagogika instituti professori, pedagogika fanlari doktori Akramova imzosi bilan. To'rtinchi, Navoiy davlat universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari doktori Raubova imzosi bilan. Beshinchi, Namangan davlat universiteti jismoniy tarbiya va amaliy fanlar kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori Mamatqulov imzosi bilan. 6. Buxoro davlat universiteti Qoshidagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish mintaqaviy markazi professori, pedagogika fanlari doktori Adizov imzosi bilan. 7. Ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Yo'ldashev imzosi bilan. 8. Ma'mun universiteti professori, Ma'mun universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Sharifzoda hamda mazkur universitet professori, pedagogika fanlari doktori Urazbayeva imzosi bilan. 9. Termiz davlat pedagogika instituti professori, maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori Kasimov imzosi bilan. 10. Andijon davlat pedagogika instituti kafedra mudiri, pedagogika fanlari nomzodi dotsent Sirajiddinova imzosi bilan. 11. Farg'ona davlat universiteti boshlang'ich ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori Egamberdiyeva imzosi bilan. 12. Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori professor Usarov imzosi bilan. Rajabov Nilufar Egamberganovaning dissertatsiyasi va avtoritaratiga bo'lgan taqrizlarda dissertatsiyaning quyidagi yutuqlari e'tirof etilgan. Birinchi, dissertatsiyada keltirilgan xulosalar va tavsiyalar ilmiy asoslangan, amaliyotga tatbiq qilish mumkinligi indikatorlar vositasida baholangan. Shu bilan birga dissertatsiya ilmiy tadqiqot natijalari birlashtirilgan holda amaliy tavsiyalar bilan mustahkamlangan. Ikkinchi, dissertant Xorazm vohasidagi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish yuzasidan tajriba sinov ishlari o'tkazib, konsept, realiya, mifologiya triadasiga asoslangan o'qitish modelining empirik samaradorligi ochib berilgan. 3-tadqiqotda ziyoratgoh nomlarining ona tili, tarix va geografiya fanlarida manba sifatida foydalanish metodikasi yangicha ilmiy nuqtai nazardan yoritgani bilan ahamiyatlidir. Kelgan taqrizlarning ba'zilarida quyidagi fikr, mulohaza va takliflar ham berib o'tilgan. Birinchi, Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori professor Usarov taqrizida quyidagicha takliflar berib o'tgan. Birinchi, dissertatsiyaning adabiyot qismini kirish qismini O'zbekiston Respublikasi Apellyatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan qoidalarga asoslanib qayta ko'rib chiqish kerak deyilgan. Ikkinchi, dissertatsiya ishida muammoning o'rganilganlik darajasi tahlil etilganda xorij olimlarining tadqiqot ishlari haqida kengroq ma'lumot berilsa, bu ishning mazmunini yanada boyitishga xizmat qilgan bo'lardi deb hisoblayman deyilgan. Umuman qayd etilgan taqrizlarning barchasida
Rajab va Nilufar Egan bergan ularning tadqiqoti ijobiy baholanib, mazkur tadqiqot ishi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalar oldiga qo'yiladigan barcha talablarga javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiya uning avtoritarati Oliy Assotsiatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob berishi, uning muallifi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. Rahmat. Mana yetakchi tashkilot xulosasi takliflar qisqacha mazmun mohiyati bo'yicha tanishdik. Bu bo'yicha savollar yo'qmi? Rahmat. Bo'lmasa keyingi jarayonga o'tamiz. Yetakchi tashkilot xulosasi ham takliflarda bildirilgan fikr mulohazalarga munosabat bildirish uchun so'z dissertatsiya. Marhamat. Yetakchi tashkilot va tashqi taklif bergan ustozlarga avvalambor Samarqand davlat pedagogika instituti rahbariyatiga, pedagogika federatsiyasi a'zolariga, xususan kafedra professor, pedagogika fanlari doktori Abdulmanovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'z vaqtlarini ayamasdan ilmiy ishimizni yetakchi tashkilot sifatida seminardan o'tkazib berganligi uchun qimmatli taklif mulohazalari uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Shu bilan birga tadqiqot ishimiz bilan tanishib chiqib ishimizni ijobiy baholab himoyaga tavsiya qilganliklari uchun barcha taklifchi ustozlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yetakchi tashkilot bergan xulosalarga javobimiz quyidagicha. Ilmiy manbalar ro'yxati boyitilsa, ilmiy ahamiyat yanada oshiradi degan takliflariga ilmiy manbalar ro'yxatini boyitishni ishni monografiya holatiga keltirishda rahbarim bilan birgalikda ko'rib chiqamiz va inobatga olamiz. Ba'zi bo'limdagi fikrlar ixchamlashtirilsa va jamlashtirilsa yaxshi bo'lardi degan taklif keltirilgan. Bo'limlardagi fikrlar ixchamlashtirildi va takrorlarni ko'rib chiqdik. Tarbiyaviy potensial va ma'naviy ta'sir kabi tushunchalar yanada ilmiy chuqurlashtirilsa, bu ishning ilmiy jihatini yanada ochib berish imkoniyati aytilgan. Bu holatni ham biz monografiya holatiga keltirishda ilmiy rahbarim bilan birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Dissertatsiyaning adabiyotlar qismi o'quv talablari asosida rasmiylashtirildi. Dissertatsiyaning o'rganganlik darajasi xorijiy olimlarning tadqiqotlarini yanada kengroq kiritishga, ishni monografiya holatiga keltirishda ilmiy rahbarim bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Rahmat. Bu qo'shish mumkin. Hurmatli kengash a'zolari, endi ishni rasmiy muhokama qismiga o'tsak, so'zni birinchi rasmiy opponent Yusupov Kunusbay Abilovichga beramiz. Marhamat, pedagogika fanlari doktori professor Yusupov Kunusbay Abilovich shu yerdalar. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash boshlig'i va a'zolari. Men sizlarga o'z fikrimda, taqrizimda qaralmoqcha qisqa o'qib bersin deb ruxsat so'rayman. Marhamat. Dunyoda ana tilini o'qituv prosesida intensiv o'qituv metodlaridan Assalomu alaykum, shogirdlarim, bormisiz? Salomatmisiz? Uzr, sizni dam olish kunida bezovta qildim. Kommunikativ etnografiyalik imkoniyatlarni kengaytuv, autentikalik materiallar tekrarida tilda o'qituv texnologiyalarini chetlashtirishga baylanishli pedagogik izlov жұмыстары olib borilmoqda. Ushbu ko'zqarashdan erkin izlanuvchi Rajab va Nilufarning Xorazm oizasi ziyorat etuv o'rinlari atamalarini ta'lim-tarbiya quroli sifatida foydalanish metodikasi temasidagi dissertatsiya жұмысы aktual temaga arналған. Dissertatsiya жұмысы kirisuv 3 bab shumaqlov bölümünden turadi. Dissertatsiyasının kirisuv bölümü Jo'qorg'i Assotsiatsiya komissiyaga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan. Dissertatsiyaning birinchi bobi ziyorat etuv o'rinlari atamalari ham ularning pedagogik ahamiyatini teoriyalik tekrarlar deb atalib 3 bölümde o'z ishini oladi. Bu bobda onomastikaning pedagogik jaqdan o'rganuvi, o'g'an teoriyalik jantasuvlar, ziyorat o'rinlari ham ularning atamalari,
мәдени-діни контексті, педагогикалық процесте milli miras элементтерінен пайдалану принциптері методикалық һәм теориялық жақтан зерттелінген. Зерттеуші ономастика ілімі соңғы жылдары тіл білімінің бір тарауы сипатында жедел раужанып отырғандығын һәм ономастиканың педагогика пәніменен байланысты тәлім тәрбие процесінде қолдануына диqqat аударған. Бұл бапта тикарының төмендегі жетістіктерге еріскен. Біріншіден, диссертацияда Хорезмдегі зияратхана атамаларының ілім тәрбиялық сипаты, зиярат орындарының атамаларының тарихи лингвистикалық ахметі тикарланып берілген. Екіншіден, жастар үшін зиярат орындарындағы атамалардың филологиялық білім беруді әмелде асыруда байланысты имканиятлары һәм зиярат ету орынлары атамаларынан өзбек тілін оқыту процесінде раужанудың мазмұны, принциптері ilmiy metodikалық тикарда диqqat аударылған һәм жетілдірілген. Және де бұл мәселеде айтатын болсақ, диссертацияда зиярат ету орындарының аталуында социал-мәдени факторлар ахметлі рөл атқарады. Халық арасында белгілі болған зиярат орынлары көбінесе әп-ойы һәм есте сақлауға аңсат атамалар тоқтап, олардан ақ күмбез, көк күмбез, қара күмбез сияқты атамалар бар екендігін атап өтеді һәм олардың оқытылу мәселелеріне диqqат аударған. Диссертант пікірлерін теориялық һәм методикалық жақтан тикарлау үшін бірнеше ilmi жұмыстардан сілтемелер келтірген, оларға өзінің анық методикалық көзқарастарын білдіріп барған. Бұл әлбетте диссертанттың үлкен табыстарынан есептелінеді. Диссертацияның екінші бабы Хорезм азизі зияратханасына атамаларының тәлім-тәрбиялық имканиятлар һәм методикасы деп аталған бапта заманауи педагогикалық технологиялар тикарында зиярат орынлары атамаларын оқыту методикасын жетілдіру, оқу процесіндегі педагогикалық һәм тәлім-тәрбие имканиятларын раужандыру моделі хақында мәселеге зерттелген. Және де осы баптағы көп нәтижеге еріскенін көруімізге болады. Біріншіден, заманауи педагогикалық технологиялар тикарында зиярат ету орынлары атамалары оқыту методикасын жетілдіру бүгінгі күнде білімдендіру системасының ең ахметлі педагогикалық машқаларының бірі. 21-ші ғасыр педагогикасының тикарғы өзгешелігі де сонда, ол тек білім беру емес, ал жастардың санасын әр тірейтіме раужандыру, олардың когнитивтілік, эмоционалдық һәм социалдық компетенцияларын қалыптастыру мақсатында комплекслі қатынастықтары көріп шығылған һәм жетілдірілген. Және де заманауи педагогикалық қатынастықтарды комплекслі қолдану арқылы зиярат ету орындарындағы атамаларды жастарға үйрету нәтижелігі сезілерлік дәрежеде арттырылған. Және де оқытушылардың кәсіптік тәлімдік дәрежесін арттыру, заманауи технологиялар менен тәмінлеу һәм білімдендіру орталығын жаратуға айрықша диqqат қаратылған һәм ол ilmi методикалық жақтан жетілдіріліп барылған. Және де зиярат ету орынлары атамаларының білімдендіру һәм тәрбие құралы сипатында пайдалануға байланысты ilmi методикалық ұсыныстар істеп шығылған. Бұл әлбетте диссертацияның бұл бабындағы үлкен бір жетістіктерді еске алуымызға болады. Диссертацияның 3-ші бабында Хорезмдегі зиярат орынлары атамаларының ілім тәрбие құралы сипатында пайдалану методикасын жетілдіру бойынша тәжірибе сынақ жұмыстарының мазмұны һәм педагогикалық тәжірибе жұмыстарының математикалық, статистикалық анализі орынланған. Бұл тәжірибе сынау жұмыстарының ilmi методикалық тикарда өткерілу процесі диссертацияның 3-ші бабында кең түрде талданған һәм тиісті жұмақлар келтірілген. Ізденушінің тәжірибе сынау жұмыстары бойынша алып барған зерттеулері диссертацияның мазмұнды бөлімдерінен деп есептеуге болады. Себебі бұл бөлімде бай фактілер, анық мағлұматлар,
türlü tecrübeler, neticeleri savunduğu testler, diagrammalar, sızılmalar verilgen. Ularning tanlovlar tikarında salmoqli fikr usullar keltirgan sevimli shumaqlar atab o'tilgan. Dissertatsiyaning shumaqlar bo'limida izletilovning tikarg'i mazmuni umumlashtirilib, tiyisli ilmiy shumaqlar chiqarilgan ham amaliy usullar alga qo'yilgan. Dissertatsiyada yeritilgan жетістіктер менен birga ayrim fikr usullarni bildirib o'tmoqchiman. Birinchi, dissertatsiya жұмысында berilgan ziyorat etu o'rinlarining atamalari, tarix haqida kengirek ma'lumotlar berilsa, bu жұмыстың mazmunun және de bayituga xizmat etgan bo'lar edi deb hisoblayman. Ikkinchidan, ikkinchi bobda surat ham kestirlarda durust tartibga nomerlov ham izbez atav zarurligi bor. Ikkinchi bobda tekstlar ko'lami ulkan, ularning ayrimlarini qo'shimchaga o'tkazish kerak. Uchinchi, dissertatsiya jami 3 bob 8 bölümden qurilgan. Bu boblarning ko'lamlari arasında ayirmachiliklar bor. Bölümlerдің ko'lami iloji boricha teng samoqliq saqlansa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. To'rtinchi, aylangan adabiyotlar tizimida keltirilgan ilmiy deraklarda belgilangan tartibda rasmiylashtirilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Dissertatsiya abstract tekstinde ortografiyalik, stilik ham eklis xatolarga yo'l qo'yilgani ko'rinib turib, yuqorida keltirilgan fikr usullar dissertatsiyaning ilmiy ahamiyatini to'milata olmaydi. Dissertatsiyaning ahamiyatli ilmiy problemaga qurilgan bu izletiv жұмысының жетістіктері ko'p. Birinchidan, dissertatsiyani o'qiganda izletuvchining ilmiy metodikалық fikrlov darajasi, pedagogikалық ko'zqarashlarning kengligi, tereң teoriyalik ham metodikалық tayyorligi sezilib turadi. Ikkinchidan, dissertatsiyaning bayonlov tili ilmiy usul talablarına to'liq javob beradi. Dissertatsiyaning temasi bo'yicha jariyonlangan ilmiy жұмыстар ham abstract dissertatsiyaning umuma mazmunini yetarli darajada savlantiradi. Talqinlardan kelib chiqib, erkin izlanuvchi Rajab va Nulipar Xorazm oazisi ziyorat etu o'rinlari atamalaridan bilimlendiruv ham tarbiya quroli sifatida foydalanish metodikasi temasındagi 13.002 ta'lim tarbiya teoriyasi ham metodikasi, o'zbek tili qanigiligi bo'yicha, pedagogika ilmlari bo'yicha filosofiya doktor ilmi darajasini olish uchun usullangan dissertatsiya жұмысы O'zbekiston Respublikasi Jo'qorg'i Attestatsiya komissiyasi tarafidan qo'yilgan talablarga muvofiq tayyorlangan, jumaqlangan жұмыс sifatida baholayman. Жұмыс avtori pedagogika ilmlari bo'yicha filosofiya doktor ilmi darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Yusuf Qonsoy Abilovich, Qoraqalpoq Mamlakat universiteti professori, pedagogika ilmlarining doktori. Diqqatlariniz uchun rahmat. Rahmat, Qonsoy Abilovich, hurmatli vaqtlaringizni ayirib, ishga o'z munosabatlaringizni bildirganingiz, YouTube va kamchiliklarni ko'rsatganingiz uchun sizga katta rahmat. Endi birinchi rasmiy opponent bildirgan fikr mulohazalarga o'z munosabatini bildirish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Eng avvalo, hurmatli tadbirkorimiz, pedagogika fanlari doktori professor Yusuf Qonsoy Abilovich ustozga vaqtlarini ayamasdan bizning ishimizni o'qib chiqib bildirgan fikr mulohazalari va chuqur tahlili uchun minnatdorchilik bildiramiz. Taklifda keltirilgan ayrim taklif va mulohazalarga yordamlarimizni aytishga ijozat bersangiz. Dissertatsiya ishida berilgan ziyoratgoh nomlari tarix haqida kengroq ma'lumot berilsa, bu ishning mazmunini yanada boyitishga xizmat qilgan bo'lar edi deb hisoblayman, deb fikr bildirgan ustoz bizning dissertatsiyamiz maqsad va vazifalariga ko'ra ziyoratgoh nomlarining tarix va etimologiyasini yoritish nazarda tutilmaganligi uchun ziyoratgoh nomlari tarixiga alohida to'xtalishni lozim topmaganmiz. Qolaversa, siz nazarda tutgan aspekt, ya'ni tarixiy etimologik
tadqiq bo'yicha 2018-yilda Zaynab Abidova tomonidan tarix fanlari yo'nalishida amalga oshirilgan ish bo'lgani uchun uni kiritishga joiz deb bilmadik. Lekin shunday bo'lsa ham ustozning bu taklifini monografiya shakliga keltirishda albatta hisobga olamiz. Ikkinchi bobda rasm va jadvallarni to'g'ri tartibda raqamlash, uzviy nomlash zarurati mavjud. Ikkinchi bobda matnlarning hajmi katta, ularning ayrimlari ilovaga o'tkazilishi lozim deb fikr bildirib o'tgan ustoz. Rasmiy abituriyentimizning ushbu taklifi dissertatsiyaning 58-betidagi moslashuvchan o'quv dasturlari, fanlar va integratsiya ifodalangan rasm va 83-betdagi maqsadli blok, mazmunli blok, jarayonli blok, bog'lovchi bloklar ifodalangan tasniflovchi jadvallarga nisbatan aytilgan bo'lib, bu rasm va raqamlangan va nomlangan edi. Ishni oxirgi tartiblash jarayonida ushbu o'rinda kichik e'tiborsizlik etgan. Ikkinchi tasniflovchi jadval umumlashtirish mazmunida berilgan bo'lib, bu rasm ham chizma jadval ham emas. Shu sababli uni raqamlash va nomlashning zarurati yo'q deb hisoblagandik. Dissertatsiya jami 3 bob 8 faslni tashkil topgan. Mazkur boblarning hajmlari orasidagi tafovutlar mavjud. Fasllarning hajmida imkon qadar mutanosib hisoblansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ustoz shunday fikr bildirib o'tganlar, ushbu taklif ishimiz boblari hajm jihatdan har bir bobda qo'yilgan vazifalar va ularning bajarilishidan kelib chiqqan holda tashkil qilingan. Masalan, 3-bob hajmi nisbatan qisqaligi, unda tajriba sinov ishlari keltirilganligi bo'lgan, ya'ni jadvallar katta hajmni egallab qolgan. Bu holatni ham monografiya nashrida albatta kuzatib o'tamiz. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida keltirilgan ilmiy manbalarning ayrimlarini o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirishsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Foydalangan adabiyotlar ro'yxatida ayrim noxususliklar asosan umumiy betlar ko'rsatilishi va texnik jihatlar bilan bog'liq bo'lib, ular albatta tuzatiladi. Dissertatsiya hamda avtoritet matnida ayrim uslubiy punktatsion xatoliklarga yo'l qo'yilgan. Ustoz, bu e'tirozingizni qabul qilamiz. Ularni tuzatib, qayta yuklash imkoniyati bo'lsa, ko'rib chiqishni ilmiy rahbarim bilan hal qilamiz. E'tiboringiz uchun Rahmat. Endi navbatdagi rasmiy abiturientni takliflarini eshitamiz. Ikkinchi rasmiy abituriyent Oligov Shirinboy Sharafovich, pedagogika fanlari doktor, professor. Marhamat o'g'lim. Ustoz, shu yerdamisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Hurmatli kengash raisi, sizdan va barcha kengash a'zolaridan uzr so'ragan holda iltimos qilardim. Men imtihonda o'tirganligim sababli shu ilmiy kodni taqrizimni o'qib bersalar, asosiy joylarini, taqrizni ijobiy taqriz berganman, taqdim qilganman. Mayli, Agar rahmat. Rahmat. Bu haqda sizning nomingizdan ilmiy taklifimizni o'qib eshittiradilar. Rahmat, ishtirokingiz uchun rahmat. Marhamat. Abdurahmon Berun nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi Rajab va Nilufar Egamberganovaning Xorazm muxassis ziyoratgoh nomlarida ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusidagi 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasiga rasmiy abiturient taqrizi. Bugungi kunda jahonda til o'rganish jarayonida lingva, mamlakatshunoslik va madaniyatshunoslikka doir o'quv materiallaridan maqsadli va maqbul foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda.
zamonaviy lingva didaktikada tilni o'rgatish jarayonida lingva mamlakatshunoslik, kommunikativ etnografik, ijtimoiy madaniy yondashuvlarning imkoniyatlaridan foydalanishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ustuvorlik kasb etadi. Shuningdek, madaniy antropologiya va etnologiya yo'nalishlarida turli mintaqalardagi tarixiy, tabiiy va madaniyat yodgorliklari maxsus o'rganishga doir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Butunjahon turizm axloq kodeksida diniy, sog'liqni saqlash, madaniy va tillar almashinuvi maqsadlariga qaratilgan sayohat turizmining rag'batlantirishi lozimligining qat'iy belgilab qo'yilishi til ta'limi jarayonida lingva madaniy va mamlakatshunoslik doir o'quv materiallaridan maqsadli foydalanish zaruriyati taqozo etadi. Askarlar shu xulosalarni hamkorliklar qismini aytsangiz. Shular bo'yicha fikrlar bildirilib o'tilgan. Dissertatsiyaning pedagogik tadqiqotlarda pedagogik fan sifatida tajriba va nazorat sinflarning o'zgartirish ko'rsatkichlarining bir-biridan farqli, tadqiqotda ilgari surilgan g'oyaning tajriba guruhlaridagi o'tkazilgan natijalari bilan farqlanishi statistik usullar orqali tekshirilgan va bir qancha farazlar ilgari surilgan. Dissertatsiyaning xulosa qismida tadqiqotning asosiy g'oyaviy mazmunlashtirilib, Xorazm Voha ziyoratgoh nomlarida ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusi yuzasidan tegishli ilmiy xulosalar chiqarilgan va amaliy tavsiyalar ilgari surilgan. Dissertatsiyadagi erishilgan yutuqlar bilan birga ayrim kamchiliklar ham uchraydi. Birinchi, dissertatsiya ishida muammoning o'rganganlik darajasi tahlil etilganda, xorij olimlarining ilmiy tadqiqotlari ishlari yanada kengroq ma'lumot berilsa, ishning qimmati yanada ortar edi deyilgan. Ikkinchi, tadqiqotning ikkinchi bo'lida Xorazm Voha ziyoratgoh nomlarining ta'lim-tarbiya imkoniyatlarini rivojlantirish modeli ishlab chiqarilgan. Ushbu model komponentlarini kengroq izohlash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchi, dissertatsiyaning umumiy xulosalarida tadqiqotning barcha ilmiy natijalari puxta, asosli va tizimli shaklda bayon qilinmagan. Shuningdek, har bir bo'limdagi asosiy ilmiy tadqiqotlar, ularning amaliy ahamiyati va istiqbolli tavsiyalar to'liq yoritilmagan. To'rtinchi, dissertatsiyada keltirilgan adabiyotlar ro'yxatiga Scopus, Web of Science va boshqa xalqaro ma'lumotlar bazalaridan olingan maqolalar va tadqiqotlarni ko'proq qo'shilsa, ishning yangilik darajasini oshirishga yordam berar edi. Beshinchi, dissertatsiya matnida orfografika texnik xatolar mavjud. Ularni albatta ko'rib chiqish lozim. Biroq bu kamchiliklar dissertatsiyaning ilmiy ahamiyatiga putur yetkazmaydi. Shu jihatdan olganda tadqiqotchi Rajabxon Ilfat Egan berganlarining Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlarida ta'lim va tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi mavzusidagi 13.002 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi tugallangan ilmiy tadqiqot sifatida qayd qilib, Abrayxon Berun nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 03/30/12/2019 fil 55/02 raqamli ilmiy kengashda da'vogarga pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini berishga loyiq dissertatsiya ishini himoyaga tavsiya etish mumkin deb hisoblayman. Buxoro davlat universiteti pedagogika kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori professor Alimov. Rahmat. Demak, ikkinchi rasmiy panel Olimov Shirinboy Sharofovichga alohida tashakkur aytamiz. Demak, hurmatli vaqtlarni ayirmasdan himoyamizda ishtirok etib, o'z taqdirlarida ishtirok etganlari uchun marhamat. Ikkinchi rasmiy panelni bildirgan fikr mulohazalarga munosabat bildirishingiz tavsiya marhamat. Eng avvalo hurmatli pedagogika fanlari doktor professor Shirinboy Sharopovich Alimov ustozga vaqtlarini ayirmasdan bizning ishimizni o'qib chiqib bildirgan fikr mulohazalari uchun chuqur tahlili uchun minnatdorchilik bildiramiz. Taklifda keltirilgan ayrim fikr mulohazalarga javoblarimizni aytishga ijozat bersangiz. Dissertatsiya ishida mavzuning o'rganilganlik darajasi tahlil etilganda xorij olimlarining ilmiy tadqiqotlari haqida kengroq ma'lumot berilsa, bu ishning mazmunini yanada boyitishga xizmat qilgan bo'ladi deb hisoblaymiz. Ustoz fikr bildirganlar, bu dissertatsiyaning kirish qismida muammoning o'rganilganlik darajasi bandida xorijiy olimlardan Loy, Soyda,
Renford va bir nechta chet el olimlari, shuningdek ham mustaqil davlatlar olimlari va respublikamizning olimlarini ilmiy nazariy asoslangan fikrlarini foydalanganligimiz haqida va yo'nalishlarni ko'rsatib o'tganmiz. Masalan, qaysi olimlar tarix yo'nalishida, qaysi olimlar til nuqtai nazaridan va qaysi olimlar pedagogik jihatdan o'rganganliklarini ko'rsatib o'tganmiz. Mana endi shuni agar boyitish kerakligini aytib turgan bo'lsa ustoz, uni monografiya nashriga jarayonida, monografiyaga tayyorlash jarayonida taklifni albatta hisobga olib, ustoz bilan to'g'rilashga harakat qilamiz. Tadqiqotning ikkinchi bobida Xorazm vohasi davlatgoh nomlarining ta'limiy tarbiyaviy imkoniyatlari rivojlantirish modeli ishlab chiqilgan. Ushbu model komponentlarini kengroq izohlash maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shunday fikr bildirib o'tgan ustoz. Hurmatli opponentimizning bu taklifiga javobimiz, darhaqiqat Xorazm vohasi davlatgoh nomlarining ta'limiy tarbiyaviy imkoniyatlari juda yuqori bo'lib, ishimizda ularni rivojlantirishning 4 blok modeli ishlab chiqilgan. Birinchi blok maqsadli blok, ikkinchi mazmunli blok, uchinchi blokimiz jarayonli blok, to'rtinchi blokimiz baholovchi blok. Ishning 83-betida ushbu model bloklari va ularning komponentlari tasnifiy chizmada imkon qadar ixcham shaklda ifodalangan. Ushbu komponentlarning kengaytirilgan va yanada takomillashtirilgan izohlari alohida ishlarda o'z aksini topsa ajab emas. Dissertatsiyaning umumiy xulosalarida tadqiqotning barcha ilmiy natijalari puxta asosli, tizimli holda bayon qilinmagan. Shuningdek, har bir bo'limdagi bu e'tirozni qisman qabul qilamiz. Bizimcha 11 bandda ifodalangan dissertatsiyaning umumiy xulosalaridan ayrimida tizimlikka putur yetgan o'rinlar bo'lishi mumkin, ammo xulosalar tadqiqotning mazmunini qamragan va shuningdek tadqiqotning umumiy xulosalaridan keyin 5 banddan iborat istiqbolli tavsiyalar keltirilgan. 4-chi bildirgan fikrlarga ustoz juda o'rinli fikr bildirgan. Scopes va Web of Science jurnallardagi ma'lumotlarni kiritishni taklif qilganlar. Albatta, keyingi ilmiy ishlarimizda buni inobatga olamiz. Va ayrim orfografik texnik xatolarni monografiya shakliga keltirishda ustoz bilan tuzatish imkoniyati bo'lsa, qayta tuzatib yuklaymiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, mana ikkita rasmiy opponentni takliflari bilan tanishdik. Unga dissertantni bildirgan fikr mulohazalari bilan tanishdik. Har ikkala rasmiy opponentimiz ham ishni yutuqlarini e'tirof etganlar va ba'zi kamchiliklarni ko'rsatganlar va bunga dissertant o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Endi rasmiy muhokamani tugatib, umumiy muhokamaga o'tsak, kimda qanday fikr mulohazalar bor kengash a'zolaridan? Marhamat, Zoom orqali ishtirok etayotgan ustozlar yoki to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etayotgan ustozlar. Marhamat, Shamsiya Qurtayeva so'z so'rayaptilar. Marhamat. Rahmat. Haqiqatan ham dissertantim tomonidan ishlangan mavzu juda ham dolzarb. Ayni kunlarda mana yoshlarni ongida vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish, o'lkashunoslik bo'yicha bilimlarini oshirish juda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan bevosita mana Xorazm vohasi bo'yicha ishlaganlar albatta bu o'sha talabalarni ilmiy dunyoqarashini shakllantiradi. Mana shu dissertatsiya ishini ko'rib chiqish jarayonida men shunga amin bo'ldimki, ta'lim va tarbiya jarayoniga shaxs shakllanishiga, rivojlanishiga yaxlit yondashuvni ko'rdim. Dissertantimiz tomonidan taklif qilingan metodika modeli juda ham har tomonlama tekshirilgan, tajriba sinov ishlari albatta bu yerda yaxshi ishlab chiqilgan va men taklif qilaman albatta buni tasdiqlash. Rahmat, rahmat ustoz. Yana kimlarga fikr mulohaza? Marhamat, Muhabbat Sovrinni pedagogika fanlari doktori professor. Marhamat. Mana bugun Rajab va Nilufar Egambergan ularning biz Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi bo'yicha tadqiqot ishi natijalari bilan tanishdik va shu
aytish lozimki, ta'lim-tarbiya jarayonida insoniy va milliy qadriyatlar uyg'unligi tamoyili juda muhim tamoyillardan biri. Aynan shu tamoyilni amalga oshirishda bu tadqiqot ishi asosiy bir ilmiy tadqiqot manbai bo'lib hisoblanadi. Va aytmoqchimanki, bugungi kunda yoshlarimizni o'zlikni anglash va o'z tarixini, o'zini madaniy boyliklarini bilish darajasi kundan kunga pasaymoqda. Va ana shu pasayishni oldini olish maqsadida ham amaliy tajriba ishlarini amalga oshirilganligi va talabalar o'rtasida o'zini vohasi, aynan Xorazm vohasidagi mana shu ziyoratgoh nomlari bilan tanishish va ularni ahamiyatini anglab yetish orqali ularni demak bilim saviyalari va dunyoqarashlari yanada kengaytirilganligini guvohi bo'lamiz va bu ish keyinchalik ham manba sifatida xizmat qiladi. Endi bir ikkita ozgina nimalarim bor, uni ish davomida ozgina nima qilib qo'yish mumkin. Dissertatsiyani 16-betida berilgan modelda bizni qo'limizda mana bu nimadagidek ko'rinmay qolganda, shuni ozgina to'g'rilab qo'ysangiz, bu texnik kamchilik. Modelni yon tomonidagi so'zlar ko'rinmay qolgan. Vaholanki biz prezentatsiyada uni ko'rdik. Shu yerga ahamiyat qaratib qo'ysangiz, keyin o'zbek tili metodikasi fanidan siz ish olib bordingiz. Aynan shu yerda tadqiqot ishingizda 3 ta narsani e'tiborga olgan, 3 ta yo'nalishni nima qilgansiz, yo'nalish bilan ish olib borgan ekansiz. Boshlang'ich ta'lim metodikasi yo'nalishi va pedagogika, psixologiya yo'nalishlarini nazarda tutgan ekansiz. Aynan shu yo'nalishlardagi demak talabalarni o'qitish jarayonida nazariy amaliy jihatdan demak ona tilini o'qitish metodikasiga qanday yondashuvlar bo'ldi degan joyini ham ozgina bir to'ldirib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi deyman. Sizga muvaffaqiyat tilayman va sizni qo'llab-quvvatlayman. Bu men aytgan kamchiliklar, juz'iy kamchiliklar, buni tuzatsangiz albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Omad tilayman, qo'llab-quvvatlayman. Rahmat Domla. Yana kimda qanday fikr mulohazalar bor? Zoom orqali ishtirok etgan. Marhamat, Mas'ud Sulton. Rahmat. Mazkur dissertatsiya mavzusi asosan Xorazm vohasidagi ziyoratgohlar nomlarining tarixiy, ma'naviy mazmunidan iborat. Ya'ni bunda semantik qatlamning o'rganishi hamda ularni ta'lim-tarbiya jarayoni samarali foydalanishli, ya'ni ilmiy metodik asoslarini belgilashga qaratilganligi bilan dolzarb hisoblanadi. Asosan ziyoratgoh nomlari bugungi kunda biz bilamizki, xalq tarixi, madaniy xotirasi yoki oladigan bo'lsak, madaniy identitetning muhim tashuvchisi sifatida qaraladi. Shu bois ham ularni bugungi kunda ta'lim muhitida integratsiya qilish, ta'lim-tarbiya jarayonida, ayniqsa yoshlarda milliy o'zlikni anglash yoki oladigan bo'lsak, ma'naviy qadriyatlarga hurmat yoki tarixiy xotirani mustahkamlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda bu nuqtai nazardan, bu dissertatsiyaga ilmiy yondashuv nuqtai nazardan ushbu mavzuning nomlari, etimologiyasi yoki madaniy antropologik mazmuni va ularning tarbiyaviy potensialini ochib berish metodlarining asoslanishi dissertatsiyani o'zida. Shuningdek, ko'rishimiz mumkin, ta'lim amaliyotida qo'llash bo'yicha didaktik modellar ishlab chiqilishi zarur hisoblanadi. Aynan bularning hammasi dissertat o'zining oldiga qo'ygan maqsadi va vazifalari asosida amalga oshirilgan. Dissertatning hozirgi kunda biz ma'ruzasini tingladik, uni savol-javoblarini ko'rdik. Men o'ylayman, ham dissertatsiya ham hamda dissertant ham hayot hisoblanadi. Bu demak, dissertant pedagogika fanlar bo'yicha PhD darajasini olishga loyiq deb o'ylayman va bu dissertatsiyani va dissertantni qo'llab-quvvatlayman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat sizga, Mas'ud Sulton. Yana fikr mulohaza qiluvchilar bormi? Mana norasmiy panel sifatida ishtirok etgan Shamsiya Qullayevnaga, Muhabbat Saburovnaga, Mas'ud Sultonovlarga minnatdorchilik bildiramiz. Haqiqatdan mana ishning yutuqlari ta'kidlandi. Haqiqatdan ham dolzarb mavzuda yozilgan dissertatsiya Xorazm vohasi ziyoratgoh nomlaridan ta'lim-tarbiya vositasi sifatida foydalanish metodikasi. Bu yuqorida ham mana norasmiy oponentlar ham ta'kidladi. Bugungi kunda ayniqsa o'sha tarixga munosabatda, ma'naviyatga munosabatda yana bir biz qilishimiz lozim bo'lgan ishlar juda ko'p va jadallashtirishimiz lozim bo'lgan ishlar nihoyatda ko'p. Haqiqatdan ham bu dissertatsiya
aynan mana shu borada bir qo'l keladigan metodik ishlardan biri sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Va dissertatsiyada ko'tarilgan masalalar, o'sha maqsad vazifalar uddalangan, oldiga qo'yilgan vazifalar bajarilgan va bu bilan dissertant va uni ilmiy rahbarni ham tabriklasak bo'ladi. Endi yuqorida mana fikr mulohazalar bildirildi. Haqiqatdan ham Yunus Barabilovichning fikr mulohazalarida ham jon bor. Garchi Zaynab Obidova o'sha Xorazmdagi ziyoratgohlar, qadamjolar tarixi bilan alohida dissertatsiya xizmat qilgan bo'lsa, baribir o'rni bilan ba'zi ziyoratgoh nomlarining tarixiga munosabat bildirish ham zarur edi. Chuqurroq nima qilsam bo'lar edi. Sababi chunki o'sha metodika faqat nom bilan emas, uni mazmun mohiyati, u tarixi, ziyoratgohning tarixi, qadamjoning tarixi bilan ham bog'liq. Mana shu yerga, mana shunga yuqorida o'zingiz aytgandek, keyingi jarayonlarda albatta diqqat qaratish lozim bo'ladi. Va yuqorida ta'kidlangandek, ba'zi bir o'sha qusurlar ham yo'q emas. Masalan, dissertatsiyaning 6-betida qadriyatli munosabatni rivojlantirish kabi o'sha uslubiy xatolar o'rin olgan joylar bor. So'zning sayt shaklida va shunga o'xshagan imlo uslubiy xatolar bor. Bularni ham endi albatta bu yerda ta'lim-tarbiya nazariyasi bo'lgani bilan ham o'zbek tili nimasi ham bor. Shuning uchun buni o'zbek tilidan ish bo'lgandan keyin albatta imlo xatolar, uslubiy xatolarga nihoyatda e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Endi dissertatsiyaning so'ngidagi xulosalar va tavsiyalar ham o'zini oqlagan. Ayniqsa mana Xorazm 4-tavsiyada Xorazm vohasida ziyoratgoh nomlari keltirilgan elektron sayt yaratish masalasi qo'yilgan. Haqiqatdan ham dissertant keyingi jarayonda bu ishni amalga oshirsa va 5-tavsiya sifatida beriladigan dissertatsiyada yoritilgan ziyoratgoh nomlari yuzasidan onomastik izohli lug'at ishlab chiqish masalasini o'rtaga tashladilar va buni ham o'sha shogirdlari bilan, hamkasblari bilan amalga oshirsa ayni muddao bo'lar edi. Bu so'z bilan aytganda dissertatsiya talablar darajasida yozilgan va ishni ma'qullash mumkin va dissertant Oliy attestatsiya komissiyasi talablari asosida ishni bajargan va o'zi da'vogarlik qilayotgan ixtisoslik bo'yicha falsafa doktori darajasini olishga munosib. Yana boshqa fikr mulohazalar bormi? Bo'lmasa, agar boshqa fikr mulohazalar bo'lmasa, mana hozir norasmiy opponent sifatida 4 nafar kengash a'zosi fikr mulohaza bildirdi. Ularga qisqacha munosabat bildirish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Ustoz, sizni o'rganib, unga bilgan fikrlaringiz uchun minnatdorman. Takliflaringizni ko'rib chiqib, keyingi ishlarimda kengroq yoritishga harakat qilaman. Chunki o'zim ziyoratgohlarga qiziqishim bor bo'lganligi uchun bu mavzuni tanlaganman va tarbiya ahamiyati keyinchalik yo'qolib ketmasligi va yoshlarda tarbiyaviy, ma'naviy tarbiyani shakllantirishda katta o'rni borligini his qilgan holda ishni boshlaganmiz va albatta keyingi ilmiy ishni shu mavzuni takomillashtirish yuzasidan olib boramiz. Rahmat. O'tirishingiz mumkin. Hurmatli kengash a'zolari, bo'lmasa keyingi jarayonga o'tsak, biz ishni baholash uchun hisob komissiyasi saylab olishimiz kerak bo'ladi. Kengash a'zolaridan shunday taklif tushyapti. Hisob komissiyasi a'zoligiga Salayon Muhabbat Saburovna, Ismoilov Shamsiya Qurultayevna va Zoom orqali ishtirok qilayotgan kengash a'zolaridan Annayon Azokat Rajabboyevnalar nomzodi ko'rsatilmoqda. Ma'qulmi? Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hisob komissiyasi o'z faoliyatini boshlashi mumkin va taklif qilingan o'sha mehmonlar 5 daqiqaga zalni tark etib turishlarini so'radi.
Asgari kullanılır. Onlar kalkıp bulup duruyoruz. Yozg'ilanda ham tushuncha bor. Nefis bir bana kulağım. Aldılar. Bu arada kimler kalmazsa şunlardan hepsini yemeyi. İlkin haberimiz. Yok. İlkin haber verelim. Allah'a emanet olun. Maksuda da şey yol verin oğlum. Fikirler. Nasıl?
O zaman böyle çizersin. Biraz yönetmen değilsin bu arada. Bunu çizip taş. Tamam, şimdi siz biraz oldu. Onlardan. Özellikle bu. Hacım kulu için. 10 oldu mu? 8. Ne zaman İskender çıkardı? Bu kadın öyle yani. Bu Ya o sefer miydi o zaman? Çok o zaman 3 oldu. 10. tecrübe duymayla geldi. yok, bu kardeşim. Bu rivayet. Bu kardeşim. Nasıl? Bizim İskender düşünün. Rivayet bir var, hiç yok. Onun gibi yaklaştı. Bunu katlaştı. Evet. En başta hesap vererek. Nasıl bir yol yaptı? Hazır 10 lira göre. Onların da değil. Yüzü bir kenarlardan yani. Fecivalarla verdi. Hemşehrilerle kocan yazıp tamam. Salanlardan nasıl vermeyiz? Anlayamaz eken. Verdiğinde değil mi satıştılar? Ben sonra verdi. Onunla yerlerken o büyüklükten ispat sana derken orada oradan bilgileri maksudat ediği var. Maksudat ediği var bilgileri yani uhu bilgileri tecrübe mutabayı bilgileri. Ben şurada anlayıp ben kaldı. Mesela hep Serdar'dan kaldı. Uzi İlkin'den kaldı. İlkin'den. Tüfek veresin. Yani umarım değil. Acemez. Mükemmel. Şeylerden yaş olur, ağızları verse olur hadi. İlkina onunla İlkina kim onunla Yani. kim onunla Erken ama hiç gerek biraz. anlayıyor. Hızır. Arkadaşlar degan davlat asılcı reis. Reis'te yazın. Ezalar İsmail'larda. Ay başını yazın. Tiyenem şimdi bu işi. İhtisaslı hoca olarak. Bu kuyular. Nefes yapıyoruz. Bir yere yazın. Nereye yazın? Anlayamaz atıyor. Anlayamaz. Nefes alın. Yine sokak siyasete yazıyor diye yazdım. O işte bu kadar. Ben de yazdım. Tutuyorum ya. Var kayıtları. Yeniden manyetten yeniden makine kokuyor. Ki anlayamaz ki. Yes, mesela
Hocamız plandan beri ama. Ne be? Burada hocamız plandan beri onaylardan bunu bir yıldan bakalım. 12 yine. Nöbet kanalına bölümü. Şu bölümün tuttuğunu. Tuttuğunu merci gerek. Chatdan yozib bermadim ustoz. Aha. Oldu bu Chat- rahmet usta. Aha, Oldu hop. Yozmadim chatdan. Oldu rahmet. Hop, salomat bo'ling. Erken adım. Onuncu. 13 oldu. Öğrenci. Erken adım. 12 yaptığına anlayı ölçümün hepsi. Çizildi mi? Bu da bir tane çıktı. Bir yazma olmadan çıktı. Ben bir hocam bu. Nasıl ben bir yandan ben de yazılan başladım. Neden? Bir kurban demesi var. Çünkü şu an Az şöyle yaptıdan ölçüldü mesela. ağızda mikrofonu kaçırdım oldu. Açayım ben alalım. Anlayla. Kalk değil mi? Onlara verdim. Bir baksın. Onlara verdim. Şunda burada Roze bir ikinci anlam. Anlayın önemli. 22 gençler 2015. 15'te beraber mi zaman? 15 oldu. 15. Oldu anlaşılma. 20 tane çocuk hakkında 15 kurumdan koşan çaba işte. 14 kişi. Yok, koşun teröristlerden Oradan yok. minus koyulayım, minus koyulayım. 22 genç azarlardan 14. 14'de var. yok bu 14 neymiş bu? Ben doktoru lazım diyor. Ben doktoru diyen bir yana sakla bölüşeceğim ya inanmıyorum. Sabah ölçü esasında çok olan Asaslık bu içe. onda Seslik başı mı? Yani 14'te üretim katıldı. Üretim katılmaya kalmadı. Minus koyun. Allah. Türkçe'de 14'te üretim varlıklar. Bir anlamda. Belediye Genel Dersine bir kuyucu kuyudaki ağız verildi. Taraftarlar 14'te. Ve 14'te ise 100%. Şurada bu 100%'den beri Tamam. Satmıştan karşılığa geldi. bir yarıksız yok. O yaratsız toplayamayacaklar yok. Sebebi bu. Şunlar bizim çok tuttu. Kadar verdik. Yazmadım. Bayağı zıbarsın mı?
Çatıdan da şey. Süpürmerler yine bu akıma düşmeyen nerse olarak yani. Böyle bir şey. Asası rejime düşmek iş olanlar kim? Beşkene de diyorlar yani. Eğlenimce bu. Bence bu haklarınca. Bu hikaye. Ne var? Bu salada. Mahkum nasıl diyecekler ben? Orada hakikaten kalmasa gerek çünkü Bedinsta nerede okşuyor? Benim İstanbul. Bak böyle kılma yok. Benim da yine bizlerden de 6 yıllık tarihte ikinci işte bu. Bizlerden Sovyet'te. Tamam. Şimdi Firuzot'la da okşuyor. o şey yapıyoruz. Öğrendiniz mi? Sorarız. Üzerimizde şişlikler biteceksin. Tamam, teşekkür ederim. Ana koştum. Bu avazı işte. Eyvallah bütün zal işte. Biliyoruz. Görsün. Mesela bir diyorum. Men yaklab ovoz berib qo'yinglar, men telefondan ovoz bera olmay turibman. Ma'qul, ma'qul. Teşekkür ederim. Hurmatli kengash a'zolari, demak, kengashimiz o'z ish faoliyatini davom qildiradi. Marhamat, endi so'z hisob komissiyasi raisiga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mavzu bugungi dissertatsiya muhokamasi ishtirokchilari. Hisob komissiyasi faoliyati natijalarini tanishtirib o'tamiz. Demak, PhD 2019 yil filologiya raqamli hisob komissiyasi bayonnomasi 2025-29 noyabrdagi saylangan komissiya tarkibi quyidagicha: Rais Salomon Muhammad Saburova, filologiya fanlari doktorasi; a'zolar Ismoilova Shamsiya Kurtayeva, filologiya fanlari nomzodi dotsent; Amrayeva Nazokat, filologiya fanlari doktori; komissiya Rajabova Nilufar Egamberganovani pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan ilmiy kengash tarkibi 15 kishidan iborat deb tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibi hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishilar qo'shilmagan
va majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 14 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 10 nafar fan doktori ishtirok etdi. Shulardan 14 ta byulleten tarqatildi va byulleten tarqatilmay qolmagan holat bo'lmadi. Demak, qutupchada 14 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari quyidagicha. Rajabova Nilufar Egambergan, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 14 ta, 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Rahmat. Xitob komissiyasi raisi Salayevon Sabirova. Rahmat, Muhabbat Sabirova, sizga tashakkur. Demak, komissiya a'zolariga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bo'lmasa, hisob komissiyasini har ikkala bayonnomasini tasdiqlab ovoz berishlarini so'raladi, rozilar. Zoom platformasi orqali, demak, qarshi betaraflar yo'qmi? Marhamat, ovoz bersangizlar, eshitayotganlar. Rahmat, rahmat. Demak, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, tushunarli. Bo'lmasa, hurmatli kengash a'zolari, sizga Telegram guruhi orqali 15 kun oldin dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengash xulosasini taqdim qilganmiz. Hamda dissertatsiya ishi natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalarni taqdim qilganmiz. Bu bo'yicha fikr mulohazalar yo'qmi? Demak, asos sifatida qabul qilinsa bo'ladimi? Rahmat, bo'lmasa buni rozilar qo'l ko'tarib ovoz berishlari so'raladi. Qarshilar yo'q. Betaraflar. Rahmat. Bo'lmasa bugun dissertantni muvaffaqiyat bilan tabriklagan holda yakunlovchi so'zni bersak, dissertantga marhamat, Nilufar Egamberganova, yakunlovchi so'z sizga. Rahmat ustoz. Barchangizga. Muhtaram rais, ilmiy kengash a'zolari va ushbu minbarda sizlar bilan yuzma-yuz turishni nasib qilganidan juda xursandman. Beminnat maslahatlari va ixtiro mehnatini aymagan ustozim filologiya fanlari doktori, professor Doniyor Tahirovga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Dissertatsiya himoyasida bungacha bo'lgan jarayonlarda bizga yaqindan yordam bergan, o'zlarining hurmatli maslahatlarini berib, qo'llab-quvvatlagan barcha ustozlarga, jumladan ilmiy kengash raisi, professor filologiya fanlari doktori va Islom Qadamboyevga, ilmiy seminar rahbari, professor filologiya fanlari doktori, professor O'rozbayev Abdulla Durbayevichga, ilmiy kengash a'zolari, Urganch davlat universiteti rahbariyatiga, dissertatsiyaga doir hujjatlarni shakllantirishda hamda himoyagacha bo'lgan bosqichlarni va bugungi himoya jarayonlarini tashkillashtirishda katta amaliy yordam ko'rsatgan ilmiy kengash kotibi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Otajon Sarbash Samandarovga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Ishimizni o'qib, o'zlarining xolis baholarini bergan va dissertatsiyaning sayqallanishida beminnat maslahatlarini ayamagan rasmiy opponentlarimiz pedagogika fanlari doktori professor Alimov Shurumbayev Sharafovichga, pedagogika fanlari doktori professor Yusupov Konusboy Abilovichga chuqur minnatdorchiligimizni bildiraman. Shuningdek, bizni bugungacha yetib kelishimizda hammadan ko'p istagan, doim yonimizda ko'makdosh bo'lib, menga ruhan dalda berib turgan onamga va qaynonamga, otamning o'rnini bildirmay meni o'z qizlaridan ham ziyoda ko'rib, har tomonlama meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan qaynotamga va akamga o'z minnatdorchiligimni, oila a'zolarimga minnatdorchiligimni bildiraman. Meni har tomonlama qo'llab-quvvatlab tushungan turmush o'rtog'imga va oila a'zolarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Bugun dissertatsiyani muvaffaqiyatli himoya qilgan Rajabova Nilufar Egamberganovani samimiy tabriklaymiz kengashimiz a'zolari nomidan. Barcha yaqinlarini, oila a'zolarini, ustozlarini, hamkasblarini, bu mehnat qilayotgan jamoani samimiy muborakbod etamiz.
va keyingi ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Oliy attestatsiya komissiyasi ham tezroq diplomlarni tasdiqlab, demak, bu muvaffaqiyatga erishishlarni tilab qolamiz va kengashimizning barcha a'zolariga minnatdorchilik bildiramiz. Boshqa fikr mulohazalari yo'qmi? Bo'lmasa, kengash o'z ishini yopiq deb e'lon qiladi. Sizlardan yana bir bor tabriklaymiz. Rahmat.